Chunki o'zim shaxsan 67 marta grantga hujjat topshirganman, lekin yutganim 6 tasi. Nimani olib kelishimiz kerak o'sha Polshadan, Malayziyadan agar bo'lsa nima? Biron marta sen yaxshimisan ham deyilmagan, qanday eplayapsan ham deyilmagan, yaxshi yuribsan ham deyilmagan. Qancha ko'p adabiyotlarni keltirsang, shuncha yaxshi deyishadi. Bir xayolimga kelgan fikrim bo'lgan, Alisher Usmonovni qanday qilib topsam bo'lar ekan degan. Assalomu alaykum. Bugungi inklyuziv suhbat podkastimizning mehmoni Gulamova Saodat Tolibovna, Malayziya Milliy universiteti Eliot Umida jamoasining 3-tanlov g'olibi, ko'rish bo'yicha nogironligi bo'lgan shaxslarning o'sha maktab o'qituvchilarining mehnat qilish, shu mehnat faoliyati bilan bog'liq muammolar tadqiqotchisi. Saodat, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Podkastimizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum Dilmurod aka va assalomu alaykum qolgan hamma ishtirokchilarga. Bugun biz siz bilan juda ham qiziqarli suhbat qilamiz degan umiddaman, chunki men to'g'risini aytsam siz bilan ham bu yil tanishgandik. May oyida adashmasam Telegramga yozib biz bilan o'sha tanishgandik. Avval siz haqingizda umuman eshitganim yo'q. Ya'ni siz olib borayotgan ilmiy ishlaringiz, mana shu masala juda ham qiziq bo'ldi menga va shu podkastni qaror qildim, chunki menimcha ko'pchilik siz haqingizda ma'lumotga ega emas. Va bugungi shu podkastimiz ishtirokchilari bilan sizni olib borayotgan faoliyatingiz haqida savol-javob qilamiz. Keyin podkastimiz o'sha tinglovchilari ham o'z savollarini sizga berishlari mumkin bo'ladi. Birinchi savolim, o'sha aytib o'tganimdan keyin ko'pchilik sizni tanimaydi, shuning uchun o'zingiz haqingizda qisqacha gapirib berasizmi? Ya'ni qayerda o'qigansiz, siz mehnat faoliyatingiz qanaqa, shu haqida gapirib bersangiz. Rahmat katta. Rahmat kattakon. O'zim asli Buxorolikman, Buxoro shahrida tug'ilganman. Bakalavr darajasini Buxoro davlat universiteti sotsiologiya ta'lim yo'nalishida oldim. Magistraturani O'zbekiston Milliy universiteti sotsiologiya ta'lim yo'nalishida o'qidim. Magistraturani bitirgandan keyin Buxoroga qaytib, Buxoro davlat universitetida o'qituvchi sifatida faoliyatimni olib bordim. Va Malayziyaga doktoranturaga o'qishga qadar Buxoro davlat universitetida ishlab keldim. Qisqacha shu. Rahmat katta javob uchun. Bakalavrda ham, o'sha magistraturani ham O'zbekistonda demak qilgansiz. U O'zbekiston menimcha Milliy universitetida. Qaysi sohada o'qigansiz shu bakalavr va magistraturada? Ikkalasida ham sotsiologiya ta'lim yo'nalishini o'qiganman. Ikkalasida ham. Bakalavr ham sotsiologiya, magistratura ham sotsiologiya. Hozir Malayziyada esa inson taraqqiyoti ta'lim yo'nalishi bo'yicha doktoranturada o'qiyapman. U sotsiologiya deganda shu aynan nogironligi bo'lgan shaxslarga oid mavzularda tadqiqot qilganmisiz yoki qachon o'zi bu sohaga kirib kelgansiz, ya'ni nogironlik va inklyuziyasiga? Bakalavr hamda magistraturdagi ilmiy ishlarim juda nogironlik bilan bog'liq emas. Lekin Buxoro davlat universitetida ishlab yurgan paytim o'zi ko'rish bo'yicha nogironligi bo'lgan shaxs sifatida juda ko'p qiynalganman. Juda ko'p. Chunki universitetda ayniqsa tarjimon kotiba berilmaydi. Hamma ishni o'zim bajarganman. Shu uchun keyinchalik o'z oldimga ahd qilgankiman, maktab o'qituvchilaridan umuman ko'rishda nuqsoni bo'lgan, ko'zi ojiz o'qituvchilarni faoliyatini yengillashtirish, ular qanaqa muammolarga duch kelyapti, bu muammolarni qanaqa qilib hal qilish mumkin, davlatning yetakchi tashkilotlariga, vazirlik idoralariga qanaqa tavsiyalarni bersak ekan degan ma'noda shu ishga qo'l urdim. Bundan tashqari shu ishda shu mavzuni olishimga sabab boshqa narsa ham bo'lgan. Isroilda ham grant yutib o'qiganman. U yerda ayniqsa shu nogironlarga beriladigan e'tibor, nogironlarga qanaqa ta'lim berish kerak, ayniqsa autizm kasalligi bilan kasallanganlar va shundan keyin shu g'oya, shu fikr meni juda qamrab oldi va
bularga nisbatan qanaqadir yengillik, qanaqadir sharoit yaratish, bularni o'rganish masalasini o'z oldimga maqsad qilib qo'yib va doktorantura mavzumni aynan shu mavzuni oldim va tadqiqot o'tkardim. Buxoro, Samarqand, Navoiy viloyatlarida tadqiqot natijalarini chiqardim. Dissertatsiyamni 340 betlik dissertatsiyamni yozib bo'ldim. Ilmiy rahbarlarni qo'llariga topshirdim. Hozir ularni oxirgi variant javobini kutib o'tiribman. Shu. Judayam yaxshi, rahmat katta. Demak, siz shu tadqiqotlarni aynan doktoranturadan boshlagansiz bu sohada, ya'ni bakalavr magistraturada bu mavzuga oid ilmiy ishlar qilganmisiz o'zi? Ya'ni ko'rish bo'yicha nogironligi bo'lgan shaxslarni o'qituvchilik faoliyati haqida. Bu mavzu faqat shu doktoranturada boshlangan, to'g'rimi sizda? Xuddi shunday. Bu mavzu aynan shu mavzu doktoranturada boshlangan. Bundan oldin qanaqa mavzularda ishlagansiz unda? Bakalavrda yoki Bundan magistraturada? tashqari, bundan oldin bakalavr magistraturada xodimlarni xodimlar bo'lgan, xuddi shu tema bo'lgan, mehnat faoliyati, ularni psixologik qanday muhitda ishlashlari xuddi shu holatda bo'lganu, lekin doktoranturam aynan xodim sifatida nogiron xodimlarga qaratilgan, ko'zi ojiz o'qituvchilarga nisbatan qaratilgan. Judayam yaxshi. Mandan ko'pchilik shu tinglovchilarimiz doimiy so'rab keladigan savollardan biri bu shu chet elga qanaqa chiqsam bo'ladi, o'qishga borsam bo'ladi, qanaqa imkoniyatlar bor, stipendiyalar bormi, grantlar bormi deb so'rashadi. Mana siz nogironligi bo'lgan shaxs sifatida shu El-yurt umidi jamg'armasini shu 2021-yilda 3-tanlovda g'olib bo'lgan ekansiz. O'zi shu nima deydi, davlat grantini olish qiyin bo'lmaganmi? Shu ko'pchilik shunga ham qiziqadi. Shu haqida gapirib bera olmaysizmi tinglovchilarimizga? Albatta, rahmat qiziqarli savol uchun. Haqiqatdan 2021-yilda El-yurt umidi jamg'armasi 3 marta grant e'lon qildi. Men ana shu 3-tanlovni g'olibi bo'ldim. 2021-yil. Albatta, bironta grantni yutish bu oson bo'lmaydi. Siz uchun davlat yoki biron bir fond pul ajratmoqchi bo'lsa, sizni shunga loyiq ko'rishi kerak. Sizdagi potensialni, sizdagi intellektni, sizdagi bilimni loyiq ko'rgandan keyin ular pul ajratadi. Endi 22-yildan boshlab El-yurt umidi jamg'armasi nogironlarga nisbatan 20% kvota ajratishni boshladi. Lekin men 21-yilda jamg'armaga hujjat topshirganimdan keyin jamg'armani ofitsialniy rasmiy nimasiga, emailiga xat yozib savol bergan edim. Shunday jamg'arma shuncha yoshlarni o'qitadi. Nahotki nogironlar uchun qanaqadir imtiyoz, nogironlar uchun qanaqadir kvota ajratilmaydi? Chunki men juda ko'p grantlar bilan qiziqaman. Amerikadagi T-program bor. Bu maktab o'qituvchilarini 1,5 oyga Amerikaga yuborib tajriba almashadigan dastur. Va shu dastur ustunlik beradi aynan nogironligi bo'lgan shaxslarga va nogironlar o'qiydigan maktablarning o'qituvchilariga. Birinchi ularning hujjatini ko'rib chiqadi-da, undan keyin boshqalarning hujjatini ko'rib chiqadi. Shundan kelib chiqib savol bergan edimki, shunaqa katta dasturlar bor, ular nogironlarga aynan qanaqadir kvota beradi, qanaqadir imkoniyat yaratadi. Nahotki El-yurt umidi jamg'armasi shunaqa kvotani bermasa deb. Keyin ular ana shu kelib chiqib, o'ylaymanki, shu taklifdan kelib chiqib 2022-yildan boshlab kvota ajratishni boshladi. Yana nima desam agar? Albatta, birinchi o'rinda chet elga kelib o'qish uchun til bilish kerak. Til bilmasangiz, chet elda o'qib bo'lmaydi. Ayniqsa ilmiy ish qilaman desangiz, tilni o'rganish kerak. Tushunarli. Manda bitta qo'l ko'tarishdi tinglovchilarimizdan biri Komil Fayzullayev. Men ularga imkoniyat beraman, chunki shu mavzuga oid savol berishlari mumkin. Marhamat, Komil aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum qolgan qatnashuvchilarga. Mani savolim shundan iborat ediki, mana shu aynan Malayziyadagi doktorantura bular o'sha agar hozir boshidan men ozgina sal kechroq eshitib qoldim. Ya'ni Malayziyadagi o'sha doktoranturani olib borayotgan ekanlar, ilmiy ish qilayotgan ekanlar va tugatib bo'ptilar. Buni o'sha jarayoni qanaqa boshlangan Malayziyadagi? Ya'ni bu men aytmoqchi bo'lganim asosiy ilmiy ish qiladigan jarayoningiz, ya'ni ilmiy ish qilayotgan paytingizda nimalarga to'qnash keldingiz? Men o'zim chunki hozir asosan
o'sha nogironligi bo'lgan shaxslar doirasida men ham ilmiy ish boshlash arafasidaman. Bitta maqolam tayyorlab bo'ldik. Endi Xudo xohlasa, nasib bo'lsa chiqarish arafasidamiz. Ularda ya'ni qanaqa jarayonlari shu to'g'risida mana birma-bir step by step aytib bersangiz, shuni bilmoqchi edim aniq qilib. Chunki yaqinda bir insondan eshitib qoldim. Malayziyada ularni ishi shunaqa ekanki, 6 oy bu yerda va 6 oy Malayziyada davom ettirar ekanlar ilmiy ishini. Sizda ham shunaqa bo'lganmi? Qanaqa bo'lgan? Shuni to'g'risida batafsil aytib bera olasizmi? Rahmat katta savol uchun. Agar siz aytganday step by step aytib beradigan bo'lsam, birinchi semestrda ikkita majburiy fan o'qitiladi. Birinchisi research methodology, tadqiqot metodologiyasi, ikkinchisi academic writing. Qanday qilib ilmiy ish yozish kerak, qanday qilib maqola yozish kerak. Ana shu ikkita majburiy fandan o'tganingizdan keyingi bosqichga ruxsat beriladi. Bizlarda O'zbekiston universitetlarida PhD dasturlarida bu ikkita bosqich o'qitilmaydi, bu ikkita fan o'qitilmaydi. Shuning uchun men o'ylaymanki, bizlarda ko'pchilik maqola yozish, ayniqsa Scopus jurnallarida, Web of Science jurnallarida talablarni bilmaslik, qanday qilib maqola o'tishi mumkin, qanday qilib yuqori reytinglarda maqolalarni qabul qildirish mumkin degan narsalarga unchalik tasavvurga ega emaslar. Menga universitetni eng ma'qul bo'lgan jihati bizlarda dastlab ana shu nimani poydevorni qo'yib berdi. Tadqiqotni qanday qilib o'tkazish mumkin? Sifatiy tadqiqot nima, miqdoriy tadqiqot nima? Sifatiy tadqiqotni o'ziga approach, yondashuvlari bor o'zining. Bu yondashuvlar masalan fenomenologiyani ground teoriyadan farqi nimada? Yoki case studydan farqi nimada? Ularni yozish stilidan farqi nimada? Bularni hammasi o'rgatilgandan keyin bizlar уже to'liq kirishib ketdik. Keyin bularda to haqiqiy himoyagacha, to tashqi ekzaminatorni oldida himoyagacha 3 ta kichkina himoyachidan o'tiladi. Birinchisi 3 ta bobni yozib bo'lganingizdan keyin 3 ta bob bu birinchisi kirish, ikkinchisi literature review, uchinchisi metodologiyani yozib bo'lganingizdan keyin ichki ekzaminatorni oldidan himoyaga kiritadi. Bu himoyadan o'tib bilsangiz agar sizga keyin tadqiqot o'tkazishga ruxsat beriladi. Tadqiqotni o'tkazib bo'lganingizdan keyin 4-chi, 5-chi, 6-chi bobni tayyorlaysiz. Research findings, keyingi bob discussion, undan keyingisi conclusion. Ularni yozib bo'lganingizdan keyin yana ekzaminatorning oldiga research findingsni prezentatsiya qilasiz. Undan o'tgandan keyin pre-viva. Bu ham ekzaminatorning oldida. Undan keyin haqiqiy himoyaga ruxsat beriladi. O'sha haqiqiy himoyaga necha marta revise qilinadi, necha marta qaytib ishingizni yozib, ko'rib, ish juda yetiladi, maromiga yetadi. Necha kishi ko'rib, necha kishi kommentariy bergandan keyin va tashqi ekzaminatorning oldiga keyin himoyaga chaqiriladi. Lekin men 6 oy u yerda, 6 oy bu yerda bo'lmaganman. Men 3 yildan beri Malayziyadaman. Faqatgina tadqiqot o'tkazish uchun, data collection deymiz, tadqiqot o'tkazish uchun O'zbekistonga 2 oyga borib, Buxoro, Samarqand viloyatlarida tadqiqot 28 ta intervyu o'tkazib qaytganman. Tushunarli. Rahmat katta Saodat, batafsil javobingiz uchun. Menda bitta shu o'rinda savol tug'iladi har doim. Mana bizada O'zbekistonda fan qilish, ya'ni fan bilan shug'ullanish boshqacharoq. Chet elda boshqacharoqda. Malayziyada borgan menimcha Buyuk Britaniyani yoki boshqa Yevropa davlatlarini bir yondashuvini sezdim. Mana hozir sifatli va sonli tadqiqotlarni olib borish, metodologiya haqida gapirdingiz. Umuman siz farq sezdingizmi? Masalan, magistraturani tamomlagansiz O'zbekiston Milliy universitetida va Malayziyada Milliy universitetida qanaqa farqlar bor? Ular u yerda fan bilan qanday shug'ullanishadi? Shu asosiy jihatlarni gapirib bersangiz. Rahmat. Rahmat kattakon. Boshida kelgan paytim juda qiynalganman. Ustozlarimiz ana o'sha ikkita fanga kirgan paytlarimiz vazifa berardi. 4 bitlik, 5 bitlik narsani bir haftada yozishni, lekin 4 bitlik, 5 bitlik narsa bu qayerdandir ko'chirish emas. 20 ta kitobni o'qib, shaxsiy xulosangizni yozish. O'tirardimda yozolmasdim. Yozolmasligimning sababi ingliz tilini bilmasligim emas. Yozolmasligimning sababi nimani yozishni bilmasligimda edi. Chunki O'zbekistonni
bilimi bilan, bazaviy образованиесі bilan kelgandan keyin top universitetda o'qish, reytingi baland, hozir o'qiyotgan universitetim QS 129-o'rinda turadigan universitet. Reytingi baland institutda o'qish bu osonlik bo'lmagan. Lekin o'z ustimda ishlab, o'qituvchilar aytadigan terminlarni tushunishga harakat qilganman, chunki o'zim bu yerga kelgancha Buxoro davlat universitetida o'qituvchi bo'lib ishlaganman, lekin to'g'risini aytganda juda qiyosiy va sifatiy tadqiqotlarni bunaqa detalniy farqiga bormaganman. Masalan, prezentatsiya tayyorlagan paytim haligacha eslasam kulgim keladi. Qiyosiy tadqiqot qilaman deb gipotezalarni olg'a surganman. Keyin o'qituvchi aytganki, qiyosiy tadqiqotda gipoteza oldinda surilmaydi, gipoteza bo'lmaydi, faqat miqdoriy tadqiqotda bo'ladi deganda, shu darajada shu oddiy narsani ham bilmaganman demoqchiman. Lekin o'z ustimda ishlab, kitoblarni ko'rib, qaytib o'qib, Xudoga shukr, yetib oldim. Qolganlari bilan ayniqsa ko'rishingizda nuqsoningiz bo'lsa, o'qishda qiynalasiz, ba'zi payt ona tilingiz emas, yangi terminlar, ingliz tilida hamma narsani o'qish, ingliz tilida dissertatsiya o'qish, ingliz tilida Web of Science'da chiqqan Scopus'da maqolalarni o'qish, chunki ilmiy rahbarlarimiz bizlarga boshqa jurnallardagi chiqqan maqolani o'qishga ruxsat bermasdi. Yaxshi maqola yozishni xohlaysanmi derdi. Web of Science'dagi maqolani o'qi, boshqa maqolani o'qima. O'sha stilni qara. Yo qanday yozilyapti? Maqola qanday o'qiyapti? Nimadan keyin nimani yozyapti? Nimadan keyin nimani qarayapti? Ana shuni qaragin. Hatto o'sha akademik writing o'qituvchimiz Scopus'dagi jurnallardagi maqolani ham o'qishga ruxsat bermasdi. Faqat Web of Science'da o'qiysizlar dedi. Bu yerdagi maqolalar juda saviyasi baland yozilgan, ularni tushunish qiyin edi, lekin Xudoga shukr, hammasini uddalab, ana dissertatsiyani ham yozib bo'lib, epladim deb umid qilaman. Rahmat katta javob uchun. Man sezdim, chunki menda ham o'zimda ham xuddi shunaqa tajribadan boshimdan o'tgan, chunki bizni o'sha ilm-fan bilan shug'ullanish nima deydi, yondashuvida ko'proq nima deydi, adabiyotlarni o'qish, ilmiy adablarni o'qib, ularni shu ilmiy ishingizda keltirsangiz, ya'ni qancha ko'p adabiyotlarni keltirsangiz, shuncha yaxshi deyishadi va siz shunchaki bir analiz, tahlil qilib chiqasizda, shularni yozib chiqasiz ilmiy ishlarni. Lekin chet eldagi bir mana Malayziyada ham balki shunaqa bo'lgandir sizda. Asosan shu tadqiqotchini ovozini so'rashadi. Ya'ni sizni ovozingiz nima? Siz aytdingiz, mana nima yozishni ham bilmagandim. Ingliz tili bilan bog'liq muammo emas, balki o'zingizni argumentingiz nimadan iborat? Ya'ni hop, mana shuncha odam mana shunday gapiribdi o'sha ilmiy ishida. Lekin siz nima deyapsiz degan menga savol berishganda chet elda ham. Xuddi shunaqa bo'lganmisiz ham deb o'yladim-da hozir. Xuddi shunday. Yozgan paytlarim, ustozlarim ishimni ko'rgan payt aytardiki, "Raise your voice. Men seni voiceingni eshitishni xohlayman" deb juda ko'p nima qilishardi fan o'qituvchilarimiz. Ya'ni o'zingni ovozingni chiqar. Ya'ni sen nima demoqchisan bu bilan deb savol berishadi ko'pincha. Siz mana hozir aytdingiz, qiyinchiliklar haqida, o'zi ko'rish bo'yicha nogironligi bo'lgan shaxs sifatida men o'zim buni nima deydi, his qilolmayman, chunki o'zimda nogironlik holati yo'q. Lekin mana siz o'sha nogironligi bo'lgan shaxs sifatida Malayziyada Milliy universitetda o'qish qanday bo'lgan, o'zi sharoitlar qanday, sizga oqilona qulayliklar yaratib berishdimi universitetda? Shu haqida gapirib bersangiz, bizga shu qiziq. Rahmat katta. Bu universitetga hujjat topshirishdan oldin application form onlayn to'ldirganmiz zaявкani va zaявкani to'ldirgan payt shunaqa savol bor edi. Nogironligingiz bormi? Bir belgilamoqchi bo'ldim, chunki nima deydi, qanaqadir qo'rquv, odamlarni nogironlarga nisbatan munosabati eplamaydi, nima qilamiz qabul qilib. Lekin yo'q, haqiqatni aytaman dedimda, hani belgiladimki, nogironlikni turlari ko'rindi. Ko'z bilan boshqa va vision impairment deb belgiladim, ko'rishda nuqsoni bo'lgan deb. Demoqchi bo'lganim, hujjat topshirgan paytim universitet meni o'qishga qabul qilgan va mani nogironligimni bilgan. Bilgan bo'lsa ham, nima deydi, 3 yildan beri fizически shu yerdaman.
biron marta "San yaxshimisan" ham deyilmagan, "Qanday eplayapsan" ham deyilmagan, "Yaxshi yuribsan" ham deyilmagan. Bundan tashqari, menga universitetni yoqqan tomoni ham yoqmagan tomoni shuki, universitetda отдел bor, nogironlar bo'limi bor, department bor shunaqa. Chunki universitet haddan ziyod katta. Shunaqa bo'lim bo'lgani bilan ham universitetda nogironlarni ro'yxatga turadi. Lekin hech qachon shu bo'lim ham hatto bitta SMS yoki bitta email yozib, "San yaxshimi? Qanaqadir muammolaring bormi? Qanaqadir muammoga duch kelayotgandirsan? O'zi san tirikmisan?" degan savolni ham bermaganda. Lekin Lane Kirkland Scholarship Program bilan Polshada ham o'qiganman 1 yil Wroclaw universitetida. U yerdagi muhit umuman boshqa edi. Haqiqatan inklyuziv jamiyat. Malayziyaning juda inklyuziv jamiyat deyolmayman. Lekin Polsha, aynan men yashagan shahar haqiqatan inklyuziv edi. Masalan, bir kuni birinchi marta kutubxonaga bordimda, u paytda men mexanik lupa ishlatardim. Hozir qo'limda elektronniy lupam bor, video lupam bor, lekin u paytda bu device'larim yo'q edi. Mexanik lupani hamma menga qarab o'tirmasin, hijolat bo'lmay, odamlarni e'tiborini tortmay deb, aynan orqadagi partaga borib o'tirardim-da, kitobni o'qirdim lupa bilan va daftarga yozardim lupa bilan. Kutubxonachi shuni sezibdi, e'tiborli. Ertasi kuni keldimda, yana o'sha joyga borib o'tirdim. Keyin yonimga keldida, "Pani" dedi. Nima pani degani? Polshada miss, xonim deydi-da. Keyin "Siz uchun biz alohida stol tayyorlab qo'ydik" dedi. Hayron qoldim. "Qanaqa stol ekan?" deb. Keyin meni olib bordida, stolda katta lupa o'rnatilgan. U lupani adjust qilish mumkin, hamma joyga yurgizib, kitobga qo'yib, kitobdan ko'tarib, sizga qanaqa qulay bo'lsa o'shani holatda ishlatish mumkin va kompyuterga JAWS programmasini ham o'rnatib qo'yganlar. Shunda shaxs omiliga e'tibor degan xulosaga keldim. Bundan tashqari yana bir voqea bo'lgan edi. O'sha Wroclaw universitetining koordinatori bir kun telefon qildida, "Saudat, uydamisan?" dedi. "Ha" dedim. "O'qishga ketmay tur, sana xonangga boraman" dedi-da. Men hayron qoldim. U Wroclaw universitetiga koordinator, o'sha Wroclaw universitetining xalqaro bo'limining direktori. Lavozimi jihatdan kichkina odam emas, bir katta odam. Meni xalqaro yotoqxonada kelib, xonamdan ko'rmoqchi. To kelganicha juda xavotir oldim. Nima ish qilib qo'yibman deyman, nimaga bu odam meni kelib shaxsan ko'rmoqchi? Keyin keldilar, kirdilar, qo'llarida katta korobka. Keyin korobkani ochganlaridan keyin qarasak agar, men bunaqa narsani umrimdan ko'rmaganman. Umrimda bunaqa device'ni ko'rmaganman. Katta bitta asbob, uskunami bilmadim o'zbekchaga qanday deyish mumkin. Uni ochdik, qarasak, keyin qanaqa ishlatishni ko'rsatdilar. Video lupa ekan. Men bunaqa narsani ko'rmaganman va ular aytdiki, "Sen juda harakatchan, juda aktiv, ilmiy rahbaring ham juda mamnun sendan va shu dastur programma qaror qildiki, senga o'qishingga yordam berishi uchun ana shu narsani sotib olib berishga." Bu ularning vazifasi emas edi. Bu dastur majbur emas edi menga bu narsani sotib olib berishga. Lekin xudo yuqorida aytganimda, inklyuziv jamiyat, shaxs omiliga e'tibor, shu odamga shu narsa kerak, shu odamga shu narsa yordam beradi deb o'zlaridan bilib shu narsani ko'tarib kelganlariga to'g'risi kutmagan edim va oxirida "Sen bilan faxrlanamiz" deganiga to'g'risi yig'lab yuborgan edim. Keyin ular ketgandan keyin o'zbekligimga borib, narxiga qiziqib qoldimda, internetga kirib, nima qilib poisk berib ko'rdim va juda qimmat turadigan 1300 yevro turadigan device'ni sovg'a qilib ketishdi va uni hozirgacha foydalanaman. Malayziyadagi o'qishimda ham, dissertatsiyalarni o'qishda, maqolalarni o'qishda, dissertatsiyamni yozishda o'shandan foydalanib, doim Polshadagi hayotim, ularni e'tibori, shaxs omiliga e'tibor, inklyuziv jamiyat degan narsalarni juda yaxshi xotiralarni eslatadi. Rahmat katta Saodat. Juda ham ta'sirli, menimcha tajribalarni boshidan kechirgansiz. Malayziyada to'g'risini ham eshitib
hayron qoldim. Nimaga xabar olishmagan sizdan? Chunki odatda shu universitetlarda nogironligi bo'lgan talabalarni qo'llab-quvvatlash bo'limi bo'ladi. Manimcha Disability Support Unit deyiladi yoki manda bir o'rinda shu savol tug'ilyapti. Man O'zbekistonda siz o'qigansiz, Buxoroda va O'zbekiston Milliy universiteti, misol uchun sharoitlarni bilasizda. Bizda ham qandaydir nogironligi bo'lgan talabalarga shu bakalavr, magistr, doktorantura darajasida qandaydir sharoitlar, ya'ni o'zizni tadqiqotlaringizni tavsiyalari bormi? Nimani olib kelishimiz kerak, misol uchun shu Polshadan, Malayziyadan agar bo'lsa nima? O'shani aytib bersangiz zo'r bo'lar. Keyin mehmonlarimizni savollariga o'tamiz keyin. Rahmat. Birinchi navbatda Polshadan oladigan narsalar ko'p deb o'ylayman. Masalan, Polshadan ko'zi ojizlar jamiyatiga murojaat qilganimda volontyor bo'lib ishlashga ular juda ochiq kutib olgan, juda yaxshi kutib olgan. Malayziyaga kelgan paytim ham shunaqa jamiyatlarga bir necha xili bor ekan. Xat yozib nima qilganimga javob ham berishmagan, javob berganlari juda ham qo'llab-quvvatlamagan. Bilmadim, qandaydir munosabat uncha nima emas. Endi nimani olib kelish kerak? Birinchidan, endi mani fikrimcha, odamlarda shu tasavvurni nogironlik nima? Nogironga qanday munosabat qilish kerak? Nogironga hatto yordam taklif qilishni o'ziga xos madaniyati bor. Bundan tashqari nogironlarni qanaqa abilitiesni o'zbekchaga qobiliyatlari bor. Qanaqa qobiliyatlari bor? Nimaga qodir? Nima qilib biladi va nima qilib bilmaydi? Shular haqida birinchidan odamlarni fikrlashini oshirish kerak va dissertatsiyamni ana shu conclusion qismida, xulosa qismida, implicationlarida yozganman. Aynan ana shu teleradio kompaniyasi, O'zbekiston teleradio kompaniyasi shu narsaga e'tibor berish kerak. Qanaqadir videoroliklar, qanaqadir bir podkastlar, qanaqadir bir informativ narsalar tayyorlab yetkazish kerak. Bu birinchi navbatda odamlarni nimagadir erishmoqchi bo'lsak, odamlarning munosabatini o'zgartirish kerak deb o'ylayman. Rahmat katta. Rahmat. Boshqa tinglovchilarimizni savollari bor edi. Men ko'tarilgan qo'llarni ko'rgandim. Nilufar Lola Abdusalamova, agar tayyor bo'lsangiz savol berishga men yoqib beraman mikrofoninglarni. Qo'l ko'tarsanglar bo'ldi. Hozirda menda bitta savol keldi izohlidan. Assalomu alaykum. Avvalo ishlaringizga rivoj. Mening savolim bor edi. Ayni ko'zi ojiz yoki ko'zida nuqsoni bor insonlar va yoshlar bakalavr bosqichiga topshirish uchun tavsiya bera olasizmi? O'zi bu mumkinmi deb so'rashyapti izohlarda. Albatta mumkin. Mumkin emas degan narsani hech qayerda ko'rmaganman. Mumkin. Faqatgina til bilish kerak deb o'ylayman. Eng asosiy narsa, hozirgi kunda hamma universitetlar ham IELTS sertifikatini talab qilmaydi. Talab qiladigan universitetlar bor, talab qilmaydigan universitetlar bor. Birinchi navbatda chet elda o'qish uchun til bilish kerak deb o'ylayman. Va albatta hech qanaqa o'qishga qabul qilmaslik masalasida muammo bo'lmasa kerak. Javobingiz uchun rahmat. Endi tinglovchilarimiz iltimos qo'linglarni ko'tarsanglar, men sizlarga mikrofonni yoqib beraman savol berishga. Lola opa, qo'lingizni ko'targaningiz, men sizga mikrofonni yoqib beraman. Assalomu alaykum hammaga. Dilmurod, uzr, men mikrofonimni как раз настройка qilayotgandim, qo'l ko'tarishga bosib lekin o'sha paytda men nimada miyamda shunaqa izoh paydo bo'ldiki, mana shu chet el universitetlari bilan, masalan, O'zbekistondagi oliy shu vuzlarda o'qitadigan yondashuvlar har xilini men ancha yillar oldin nimada sezganman, mana shu ko'p xalqaro tashkilotlarni katta programmalarda ishlaganimda bizga o'sha bosh ofisdan mutaxassislarni jo'natishardi-da, mana shu loyihani rahbari, loyihani mutaxassisi degan pozitsiyalarga. Endi men hozir nima deydi, unaqa nogiron emas deb umumiy gapiryapman.
mana shunda hayron bo'lganmanki, uni o'sha chet eldan kelgan o'sha yosh qizlar, yosh yigitlar endi universitetni bitirgan, 1-2 yil bo'lgan universitetda. Lekin bemalol o'tirib katta-katta mana shu bizani respublika miqyosidagi katta loyihalarni boshqarib o'tirishardi-da, chunki ular tayyor edi shu narsaga. Ularni hatto o'sha majlislarni olib borishi, xodimlar bilan gaplashishi, ish yuritishi, bular hammasi ular tayyor edi. Bu manimcha umumiy katta mana shu nima deydi, mutaxassislarni tayyorlash tizimida katta reforma bo'lishi kerak-da bizada. Mana shu universitetlarni bitirganlar tayyor bo'lishi kerak. Agar man hozir nisbatan sog'lom odamlar to'g'risida gapiryapman, lekin agar nogironligi imkoniyatlari cheklangan bo'lsa, ularga unda bundan ham karrasiga ko'proq e'tibor qaratilishi kerak deb o'ylayman-da. Mani savolim bor, lekin bu savolim balkim kulgili tuyulishi mumkin. Nima как раз Saodat fikrlarini bilmoqchi edim. Mana hozir sun'iy intellekt rivojlanib ketyapti. Mana shu IT texnologiyalar juda ham rivojlanib ketyapti. Aynan mana shu ta'lim sohasida sun'iy intellekt kirib kelishi va ayniqsa mana shu nogironlar uchun qanchalik qulaylik yaratishi mumkin? Nima deb o'ylaysiz? Fikringizni bilmoqchi edim. Rahmat. Rahmat katta Lola opa. Manimcha qo'shimcha savol sifatida yana siz savolingizga o'zi hozir ko'pchilik tadqiqotchilar ilmiy faoliyatida ham ishlatishyapti sun'iy intellektni. Siz ishlatib ko'rdingizmi balki dissertatsiyani yozishdanmi? Juda ham qiziq bizga. Rahmat katta. Rahmat kattakon. Juda qiziqarli savol. Sun'iy intellekt bugungi kunda aynan ko'pchilik foydalanadigan. Albatta, mana o'zim ham foydalanaman, lekin undan ideya olish uchun, qanaqadir fikr olish uchun yoki dastlabki tasavvurga ega bo'lish uchun, dastlabki bilimni olish uchun ishlatish mumkin. Lekin undan to'laqonli ko'chirib olib, undan to'laqonli nimanidir olib dissertatsiyaga yozib bo'lmaydi yoki maqola qilib bo'lmaydi. Ayniqsa yuqori reytingi baland, sifati baland bo'lgan jurnallarda bu aniqlanadi va maqola yoki dissertatsiya plagiarizm bo'lib chiqishi mumkin. Shuning uchun albatta ulardan foydalanamiz, lekin me'yor darajasida, qanaqadir ma'lumot olish darajasida, lekin to'laqonli ko'chirish unaqa masalada emas. Sizlarga rahmat katta. Keyin tinglovchimizga imkoniyat beraman. Shahlo Muhammadiyeva, marhamat. Pastiga mikrofonni yoqishingiz kerak bo'ladi. Mikrofon tugmasi. Bo'ldi. Assalomu alaykum. Eshitilyapti? Eshityapti, marhamat. Mani savolim balki o'ta shaxsiy bo'lib tuyular. Xullas, man shu ko'zi ojiz yoki ko'rishda nuqsoni bo'lgan shaxslarga ingliz tilini o'rgatishda ta'lim ehtiyojlari mavzusida izlanish qilmoqchi edim. Hozir aynan Saodatni yo'nalishi menga qo'l kelgani, menga yana bunaqa imkoniyat bo'ladimi, yo'qmi so'ramoqchi bo'lganim. Sizni mana shu ishingiz orasida so'rab qolmoqchiman. Saodat bilan men keyingi anaqalarda yordam yoki tajribalardan maslahat so'rashga imkonim bo'ladimi? Savolim tushuntira oldimmi? Qandaydir shaxsiy bog'lanishim imkoni bormi Saodat bilan keyinchalik uchun? Rahmat katta savolingiz uchun. Shahlo, albatta Saodat, nima deymiz shu savolga? Albatta ijobiy javob beramiz. Emallarimni beraman, Telegram, WhatsApp raqamlarimni beraman. Albatta. Keyin xuddi siz aytadigan narsani men juda uzoq vaqtdan beri o'ylab o'tiribman. Xudo xohlasa qaytganimdan keyin agar O'zbekistonning qanaqadir grantini yutib olish imkoni bo'lsa, ko'zi ojiz yoki ko'rishda nuqsoni bo'lgan o'qituvchilarga ingliz tilini o'tmoqchiman. Endi bu jismoniy jihatdan qanchalik ulguraman, qanchalik ulgurmayman, yo bu uchun mablag' topib bilamizmi, topib bilmaymizmi, bu ham hozircha men uchun qorong'u narsa. Lekin shunaqa niyatim bor va
mayli boshida qatnashishga 40 kishi qatnashishi mumkin, oxirida 4 kishi qolishi mumkin, lekin ana shu grant dasturlariga ularni ishtirok ettirib, chunki o'zim shaxsan 67 marta grantga hujjat topshirganman, lekin yutganim 6 tasi. Mani hech kim yo'naltirmagan, hech kim o'rgatmagan, hech kim nima qilmagan. Lekin kimdir balki o'rgatganida bunchaga topshirishga ehtiyoj bo'lmasdi va yutish imkoni ko'proq bo'lgan bo'lardi. Shuning uchun nima deydi, olgan bilimizni, olgan tajribangizni kim bilandir bo'lishish bu juda yaxshi narsa-da. Shu narsalarni o'rgatgan bo'lardim. Qanday qilib motivatsion pismo yozish mumkin, qanday qilib rezyumeni tayyorlash mumkin, qanday qilib masalan boshqa hujjatlar yozilish mumkin, intervyu davrida nimalar haqida gapirish mumkin. Eng asosiysi birinchi chet elda o'qishni yo grant yutishni, chunki davlatimiz juda ko'p bugungi kunda grant dasturlariga a'zo bo'lgan va juda katta imkoniyatlar. Agar Telegramda shu grantlar.uz degan nimaga ham obuna bo'lsangiz, kanalga kunda bir 20 ta 30 ta grant, qanaqadir o'qishlarni, qanaqadir stajirovkalarni e'lonini berib turadi. Davlatni yaratib bergan sharoitlari keng. Faqat undan foydalanib bilish kerak. Foydalanib bilish uchun birinchidan til bilish kerak, bunga qarab bo'lish kerak. Shuning uchun agar o'zimni hissam shu biron kishi uchun bo'ladigan bo'lsa, juda ham xursand bo'lgan bo'lardim va buni o'zim reja qilganman, lekin qanchalik amalga oshira olaman, oshira olmayman, buni hozir ayta olmayman. Katta rahmat javob uchun. Rahmat katta Shahlo, siz ham qiziqarli savolingiz uchun. Men bitta taklif bildirmoqchi edim. Saodat, siz ruxsat bersangiz, shu suhbatimiz tugagandan keyin elektron pochta manzilingizni kanalimizga bersak, xohlagan o'sha insonlar elektron pochtangizga yozib aloqani o'rnatishingiz mumkin bo'ladi. Shunga nima deysiz? Albatta, qarshiligim yo'q. Albatta. Rahmat katta. Keyingi tinglovchimizdan savol, Komil Fayzullayev yana bir savol bermoqchilar. Marhamat Komil aka. Mani savolim bu o'sha nima mavzu ochganlaridan keyin tug'ilib qoldi bu savol. Bizda yaqinda mana shu ko'zi ojizlar uchun, imkoniyati cheklangan shaxslar uchun ingliz tilini faqatgina eshitish va gapirish bo'limlari, ya'ni aspektlari bo'yicha imtihon o'tkaziladigan bo'ldi va u davlat miqyosida qabul qilinadigan bo'ldi. Ya'ni asosan o'sha ikkitasidan o'tsa, ya'ni B2 oladimi, C1 oladimi, oddiy 4 ta aspektni topshirgan bilan baravar bo'ladi. Men shuni aytmoqchi edim. Uddagi ya'ni iloji bormi mana shu ulardagi til o'rgatishi osonroq, ya'ni nogironlar bilan ishlash, shularni experience-larini bo'lishsalar degan edim. Agar ularni o'rgangan bo'lsalar, bir tanishgan bo'lsalar, shu to'g'risida bilmoqchi edim. Rahmat katta. Rahmat Saodat, katta marhamat. savol uchun. Rahmat kattakon savol uchun. Aynan bu yo'nalishda juda ham ingliz tilini qanday metodlar bilan o'rgatish, qanday qilish bo'yicha hali juda chuqur bu ish bilan chuqur shug'ullanganim yo'q. Chunki mani tadqiqot doiram boshqa, lekin bu mani orzuim, mani kelajakdagi rejam. Rahmat katta. Keyingi tinglovchimiz Mohidil. Marhamat. Assalomu alaykum, hammaga xayrli kech. Mani savolim shu nogironligi bor shaxslarni magistratura haqida, ta'limi haqida ma'lumot bera olasizmi? Magistraturada qanaqa o'qisak bo'ladi? Ko'z ojizlarga o'zi qanaqa grantlar bor? Birinchi navbatda ana shu El-yurt umidi jamg'armasini grantiga topshirsangiz, albatta maqsadga muvofiq bo'lgan bo'lardi, chunki 20% o'rin ajratgan. Va bu jamg'armani grantini qo'lga kiritish uchun birinchi navbatda siz biron bir universitetga o'qishga qabul qilishingiz kerak. Qabul qilingan bo'lishingiz kerak. Chunki ular so'raydigan hujjatlardan bittasi va eng muhimi acceptance letter yoki offer letter deydi. Siz shu universitetga qabul qilindingiz va qabul qilingan universitetingiz top 300 talikka kirgan bo'lishi kerak. Agar top 300 talikdan pastdagi universitet bo'lsa, El-yurt umidi jamg'armasi grant ajratmaydi va birinchi bosqichdan o'tkazmaydi. Shu uchun eng yaxshi variant, eng qulay variant magistraturaga o'qish uchun bu El-yurt umidi jamg'armasining grantini tavsiya etgan bo'lardim.
Katta rahmat Saodat. El-yurt umidi jamg'armasida man xabarim bo'yicha biz ham shu haqida yozgandik. Huquq+.uz shu veb portalimizda. Nogironligi bo'lgan shaxslarga xorij mamlakatlarida shu ta'lim olish uchun qandaydir kvotalar berishadi, to'g'rimi? Shu 20 ta o'rin berishadimi? U yerdan magistraturaga ham o'rin berishadimi? Shu haqida bilasizmi, Saodat, hozir? Bu o'rinlar hammasi uchun, ham bakalavr, ham magistratura, ham PhD uchun. Lekin bu o'rinlar ko'pincha mani bilishim bo'yicha ochiq qolib ketadi, to'lmaydi. Chunki nogironligi bo'lgan shaxslarning aksariyati top universitetlarga, top 300talik universitetlarga o'qishga kirmaganligi uchun yoki IELTS sertifikati ular talab qiladi, el-yurt umidi jamg'armasi. Bunday sertifikatlari bo'lmagani uchun bu joylar kvotalar qolib ketadi, to'lmay qoladi. Shu uchun agar til bilsa, agar top universitetlarga o'qishga qabul qilingan bo'lsa, agar albatta jamg'armaning grantini yutish imkoni bor. Harakat qilinsa, yutish imkoni bor, albatta. Rahmat katta. Rahmat katta. Man Mohidil sizga yuborib qo'ydim havolani, o'sha Huquq+ veb-saytimizda chop etilgan maqola. El-yurti jamg'armasi orqali nogironligi bo'lgan shaxslarning xorij mamlakatlarida ta'lim olishi. Manimcha yiliga 2 ta konkurs qilishadi ular. O'sha ularning Telegram kanali ham bor manimcha, o'sha el-yurt umidi jamg'armasini. Obuna bo'lib, anaqa qilsangiz bo'ladi. Keyin Saodat aytgan shu grantlar.uz sayti ham bor. O'sha yerda ham magistraturaga aynan ko'p e'lonlar ham berishadi manimcha. To'g'rimi, Saodat? To'ppa-to'g'ri. Juda ko'p e'lon berishadi, lekin ular grantlar o'zida juda alohida nima qilinmaydi-da, nogironlar uchun kvota ajratilgan degan fikrni juda ko'p nima qilmaydi. Lekin el-yurt umidi jamg'armasi bu aniq qonun bilan qonunlashtirilgan bunaqa kvotalari bor. Albatta boshqa universitetlarga ham o'sha grantlar doim e'lon qilib turadigan, kuniga 15 ta 20 ta grant e'lon qilib turadi ular. Aksariyati ana shu bakalavr, magistratura bosqichlariga albatta topshirish mumkin, harakat qilish mumkin va o'qish mumkin. Faqat harakat qilish kerak, intilish kerak. Rahmat. Mana bitta qiziqarli savol bo'lyapti, chunki boshqalar tinglovchilarimiz hali qo'l ko'tarishmagan. Shu masala bo'yicha kvotalash masalasi bo'yicha. Misol uchun bizda oliy ta'lim muassasalariga kirish uchun 2% kvota joriy qilishdi 2018-yildan boshlab nogironligi bo'lgan shaxslarga birinchi, ikkinchi guruh. O'zi chet elda qanaqa, Malayziyada bormi shunaqa kvotalar? Ya'ni eng qiziqarli joyi u kvotani olish uchun shu umumiy kirish imtihoni ballini 57%ni mana nechadir olsangiz, shunda kirib ketar ekansiz-da. Ya'ni nogironligi bo'lgan abituriyentlarga ataylabdan, ya'ni kamroq ball olaveradi bular. Ularga imkoniyat yaratib berishimiz kerak degan maqsadda berishgan ekan shunaqa imkoniyatni. Siz nima deb o'ylaysiz, shunaqa kvotalar bo'lishi kerakmi oliy ta'limda? Nogironligi bo'lgan shaxslar uchun. Juda shu masalani ham dissertatsiyamda yozgan edim. Ayniqsa bir kishini ko'zi ojizlar jamiyatini raislaridan birini, bitta viloyatdan, endi u kishini aytishga haqli emasman. U kishini bergan javoblari juda shu masalada yaxshi edi-da. Kvota berishni to'xtatish kerak degan edilar. Faqatgina nogironlarga reasonable accommodation, qulay, oqilona o'qish sharoitini, mehnat sharoitini yaratib berish kerak degan fikrlarni aytgan edilar-da. Bundan tashqari siz boshida Malayziyadagi tajribani so'radingiz. Bu haqda aytadigan bo'lsam, masalan, kutubxonaga har kun boraman, boshqalar bilan mavzumni bo'lishaman, ularga aytib beraman, olgan natijalarimni va ularga aytib bergan paytim, ular hayron qoladiki, ko'zi ojiz o'qituvchi secondary schools, oddiy maktablarda qanday qilib ishlaydi, mumkinmi ishlash degan savollarni beradi-da. Keyin men aytgan edimki, nima uchun mumkin emas? Chunki bizlardagi nurli maskanlar hamma o'qituvchini ham oliy ma'lumotga ega bo'lgan kishini ishga qabul qila olmaydi. Buncha ularda joy yo'q, vakant joy yo'q, birinchidan. Shunaqa savollarga shu narsani tushundimki, bu yerda inkluzivlikka qarab borish ancha bizlarga nisbatan ortda. Chunki bularda masalan nogironlar o'qiydigan universitetlarni o'zi bor ekan. Yoki nogironlar o'qiydigan maxsus maktablar bor, maxsus universitetlar bor. Shuning uchun bularga nogironlar uchun ajratilgan kvota degan narsa yo'q.
nogironlarni o'zini universitetiga borib o'qiydi, bularni o'zini tili bilan aytganda, va o'zini maktabiga borib o'qiydi. Shu uchun men ularga aytib bergan paytim, masalan aytamanki, mani tadqiqotchilarim nurli maskanni o'qituvchilari emas, nurli maskanchilar emas. Mani tadqiqotchilarim bu oddiy maktablarda ishlaydigan, ko'rishda nuqsoni bo'lgan va ko'zi ojiz o'qituvchilar deganimga, ularni aksariyati, hatto boshida ustozlarim ham, ilmiy rahbarlarim ham hayron qolgan. Qanday bo'lishi mumkin? Bizda bunaqa narsa yo'q deb. Keyin tushunganki men, demak, bular inkluzivlik, inkluziv jamiyat, inkluziv ta'lim degan tizimdan ozgina yiroqroq ekan. Rahmat. Juda ham qiziq. Rahmat katta. Men ham kutmagandim to'g'risini desam Malayziyadan. Lekin endi yana bitta savol tug'ilyapti. O'zi mana doktoranturaga topshirayotganingizda nimaga aynan Malayziyaga borishni afv qilgansiz? Misol uchun Polshaga borgan ekansiz, nimaga Polshaga bormagansiz? Yoki qandaydir bir Malayziya jozibali ko'ringanmi sizga boshida? Rahmat katta. Malayziyani juda ham tanlagan emasman, agar to'g'risini aytganda. Faqatgina men Polshani o'qib kelganimdan keyin Polshada emas, men Yevropadagi davlatlarga borib PhD qilish niyatlarim bo'lgan. Faqat men scholarship qidirganman, chunki o'zimni cho'ntagimdan borib o'qiydigan finansiy, moliyaviy sharoitim bo'lmagan. Shu uchun faqat scholarshiplar qidirganman. Menimcha 16 ta universitetda topshirganman. Germaniyani 2 ta institutda, Vengriyani 3 ta universitetida, shu 16 ta yo 14 ta universitetida topshirganman. Birinchi bosqichdan o'tganman, ikkinchi bosqichdan o'tganman, uchinchi bosqichdan o'ta olmaganman, yo umuman birinchi bosqichdan o'tmaganman. Keyin shu paytda shu Malayziyani universiteti chiqib turgan, nima, o'qish qabul ketyapti. Hujjat topshirish qabul ketyapti, ko'rib qoldim va hamma hujjatlarim tayyor, chunki odatda hamma institutlarga hujjatlar bir xil talab qilinadi. Topshirganman va bulardan qabul qilinganlik haqida xatini olganman. Bu bo'lgan narsa, lekin o'qishga kela olmaganman va bir semestr bir semestr akademik ta'til olganman. Finansiy sharoitim yo'qligi sababli. Va o'sha paytda o'ylab yurganman, qayerdan finans topsamki, Malayziyadagi institutga kelib o'qisam deb, yo ko'zi ojizlar jamiyatiga murojaat qilaymi, yoki deb o'ylaganman, yoki nogironlar jamiyatiga murojaat qilaymi. Bir xayolimga kelgan fikram bo'lgan, Alisher Usmonovni qanday qilib topsam bo'lar ekan degan. Keyin shundan keyin bir 3 kun, 4 kundan keyinmi El-yurt umidi jamg'armasi e'lon berganini ko'rib qoldim. O'sha grantlar uzidan va hujjatlarimni darrov topshirdim, chunki qo'limda qabul qilinganlik haqidagi qabul xati bor edi. Va shunday qilib grantdan o'tgandan keyin keyingi semestrdan o'qishni boshlaganman. Tushunarli. Rahmat katta. Javob berganingiz uchun. Men keyingi tinglovchimizga beraman mikrofonni. Hakima Salomova, marhamat. Mikrofonni yoqib, pastda tugmani bosib savol bersangiz bo'ladi. Hakima Salomova, marhamat. Pastda mikrofon tugmasi bor-ku, dumaloq, o'shani bossangiz yoqiladi. Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, marhamat. Men Saudatjon bilan necha yildan beri birga ishlaymiz. Birga faoliyat yuritamiz. Hozir esa biz Buxoroda, Saudatjon esa Malayziyada o'qiyaptilar. Ammo men bugun magistraturada dars beraman. 117 ta magistraturaga, shularning ichidan 40 ga yaqini nogiron. Va ana shu 40 ta nogiron talabamning ichida 28 tasini ko'zida nuqsoni bor. Bir narsaga hayron qolaman, masalan, Saudat ingliz tilini o'zlari mustaqil o'rganganlar. Bu hozirgi ana men dars berayotgan talabalarimda ingliz tili, ular o'z fanlarini yaxshi bilishadi. Ular ichida shunaqa ham nima deydi, iste'dodli magistrlar bor. Hayron qolaman. Ammo ular ingliz tilida oqsaydilar. Shunga aytmoqchi edimki, Saudatni ishchanligi, o'qishga muhabbati hamda ingliz tilini hech qanaqa repetitorsiz o'zi o'rgangani bu katta uni yutug'i bo'lib hisoblanadi. Ammo men juda ham xohlardim hozirgi talabalarim ham xuddi Saudatdek bo'lishini va
Saodat bularga qanday maslahat bera oladilar? Shuni so'ramoqchi edim. Rahmat katta Hakim opa savol uchun. Marhamat Saodat. Assalomu alaykum Hakima Yusufovna. Yaxshimisiz? Rahmat Rahmat. savol uchun. Birinchi navbatda men o'ylaymanki, odamda xohish bo'lishi, odamda kuchli xohish bo'lishi kerak. Odamni o'zida motivatsiya bo'lishi kerak. Man nima deydi, xuddi siz aytgandek haqiqatdan repetitorga bormasdan ingliz tilini self study bilan o'rganganman, chunki birinchidan iqtisodiy sharoitim bo'lmagan, repetitor boradigan. Ikkinchidan gruppaga o'tirganim bilan man doskani ko'rmasdim. Nima yozilyapti ko'rmayman. Faqat eshitishim mumkin. Men uchun bu hech qanaqa foyda bermagan. O'rgana olmaganman. Hatto harakat qilganman, bir marta ishtirok etganman, ko'rdim, bu menga hech qanaqa foyda bermaydi. Chunki hech nimani ko'ra olmayapman, na doskani, na boshqa narsani. Va shundan keyin self study qilib o'rganishni boshlaganman. Nima desam, birinchi navbatda odamni o'zi xohlashi kerak. Odamni o'zi o'ziga motivatsiya bermasa, boshqa odamga motivatsiya bergani qanaqadir turtki bo'lishi mumkin, lekin u uzoqqa bormaydi. Odamni o'zini oldinga surishi kerak, oldinga qarab harakatlantirishi kerak, xohlashi kerak. Bilmayman, yana nima deb javob berishni aytmaysiz. Rahmat Saodatjon. Rahmat sizga. Katta rahmat. Albatta odamda o'zida xohish niyat bo'lmasa, ming majburlasangiz ham o'zi o'rganmaydi bu tilni. Ming sharoit yaratib bersangiz ham qandaydir motivatsiyani uyg'otishimiz kerak-da menimcha. Va albatta sharoit ko'pchilikda shu nodavlat ta'lim muassasasiga yoki repetitorga borib, endi hamma har xil borgan, hammani o'zlashtirish qobiliyati har xil, sharoiti ham har xil. Shuning uchun bilmadim. Yondashuv unikal bo'lishi kerak har bir inson uchun menimcha. Yana bir tinglovchimizdan savol bor. Men ism shariflarini bilmayman. Marhamat, o'zingizni tanishtirsangiz va savolingizni bersangiz. Mikrofon tugmasini bosish kerak. Chiqib ketdilar nimagadir. Dildor opa, marhamat, savol bermoqchilar. Dildor opa, marhamat. Assalomu alaykum Dilmurodjon, Saodatxon, yaxshimisizlar? Men Nazarova Dildoraman, Oriental universitetida hozir inklyuziv ta'lim va gospital pedagogika fanidan ma'ruza o'qiyman. Dilmurod, meni taniysiz, Dildor opangizman. Meni savolim shunaqa bo'ladiki, bugun juda ham bitta narsa, yaxshi narsa bo'lyaptiki, prezidentimizning shu nutqlaridan keyin juda ham jonlanib qoldi bitta taraf, lekin hozir mana men shoshib kechga qolib kirdim, lekin boshdan eshitmadim. Hozir ozgina bir 5-10 minutdan beri eshityapman faqat. Hozir 3-chi, 4-chi, 5-chi, 6-chi числоda Dilmurod Saodatxon bitta katta tadbir qilinyaptiki, o'sha oliy ta'lim tizimi professor o'qituvchilarini, ya'ni turli fakultetlarning o'qituvchilarini, turli mutaxassislikdan fan beradigan o'qituvchilarni malaka oshirishni qilishmoqchi, aynan inklyuziv ta'lim bo'yicha. Ya'ni o'sha 2% kvota bor-ku bizda, Dilmurodjon. Aha, 2% kvota. Malakasini oshirish ma'nosida anaqa qilishyapti. O'shanga qaratilgan kurs qilinyapti. Demak, ko'plari platformada aslida o'z materiallar joylashtirilgan, lekin 6 parasini, ya'ni 12 soatini nima deydi, onlayn o'sha Zoom orqali o'qitilmoqchi. Meni bitta savolim bor, o'sha yerda shunaqa temalar borki, masalan, o'sha oliy ta'limda Saodatga menimcha qaratilgan bo'ladi. Menimcha sizni o'zingiz ham chet eldan ko'p tajribangiz bor. Men xohlagan bo'lardimki, sizlar ham ishtirok etsanglar keyingi gallarda mavzuchi sifatida u yerda demoqchiman. O'sha universal dizayn masalasi qanaqa bo'ladi oliy ta'lim? Mana bizda ozmi ko'pmi o'sha maktabgacha ta'lim tashkilotida yoki har xil proyektlar yoki o'sha mana endi o'sha proyekt emas, davlat anaqasida dasturlari asosida olib borilyapti hamma nimalarimiz maktablarda, lekin oliy ta'lim tizimiga hali deyarli tegishmagan. O'shaning uchun meni savolim shunaqa bo'lardiki, universal dizayn va shaxsiy rivojlanish dasturlari masalasi qanaqa bo'ladi agar siz tadqiqotingiz shunga yo'naltirilgan bo'lsa, Saodatxon, deb aytmoqchi edim. Ming bor uzr, men tadqiqotingiz mavzusini ham bilmadim, qaysi yo'nalishdaligini, shuning uchun menimcha mana shu savolni balki noo'rin berayotgandirman. Aytib o'tgan bo'lsangiz kerak balki. Rahmat, men savolim shu edi, Dilmurodjon. Rahmat katta Dildor opa. Albatta men Saodat
yozgan ilmiy tadqiqotlari va dissertatsiya mavzularini ham chiqarib qo'yaman kanalimda. Saodat, marhamat, savolga javob bersangiz. Rahmat kattakon. Mani ilmiy ishim oliy ta'limda ishlaydigan ko'zi ojiz yoki ko'rishda nuqsoni bo'lgan o'qituvchilarga qaratilmagan, maktab o'qituvchilariga qaratilgan. Lekin dissertatsiyamni xulosa qismida albatta oliy ta'lim vazirligiga ham takliflar berildi. Birinchi o'rinda bu oliy ta'limda ishlaydigan ko'zi ojiz birinchi, ikkinchi guruh nogironlariga ham tarjimon kotiba ajratish. Keyin mana o'zimni taklifim qaytib bo'lganimdan keyin o'zimizni rektorga bermoqchi bo'lgan taklifim shundan iboratki, bizni institutda ham, Buxoro davlat universitetida ham nogironlar bo'limini tashkil etish va ularni ro'yxatini tuzish, ular bilan qanaydir e'tiborli bo'lish. Chunki masalan, ana o'zim nima deydi, musofirman, musofirlikda yuribman. Yana bundan tashqari nogironligi bo'lgan shaxs sifatida universitetni umuman e'tiborsizligi, hatto nogironlar bo'limi borligiga qaramasdan bu qanchalik oddiygina shart emas. Odamga moliyaviy yordam berish, moliyaviy nimadir qilish, bir og'iz sen yaxshimisan, sen yaxshi yuribsanmi degan so'zni o'zi yoki gapni o'zi oddiygina kelib ko'rish ham shart emas. Bir yozilgan SMSni o'zi odamni qanchalik ko'nglini ko'taradi-da. Shu uchun qanaydir e'tiborli bo'lish, sharqqa xos bo'lgan. Hatto ko'ramiz, g'arbda e'tibor boshqa xil, lekin o'zimizni sharqda munosabat boshqa xil. Shu uchun shunday departamentlarni institutlarda ochish kerakligini shaxsan o'zimizni rektorimizga shuna taklif bermoqchi edim va rasmiy sifatida dissertatsiyani oxirida oliy ta'lim vazirligida xuddi yuqorida aytganimdek oliy ta'limda ham, kollejlarda ham ishlaydigan ko'zi ojiz birinchi, ikkinchi guruh nogironlarga kotiba ajratish masalasini qo'yganman va xudo xohlasa juda katta umid qilamanki, bularni hammasi tegishli vazirlik idoralariga yetib bo'ladi. Chunki el-yurt umidi stipendianti bo'lganligim uchun albatta davlat kam pul ajratmagan mani tadqiqotim uchun, bu o'tkazilgan tadqiqot uchun va umid qilamanki va bularni hammasi tegishli davlat idoralariga borib maktabda ishlaydigan, nafaqat maktabda, umuman ko'zi ojiz o'qituvchilarning hayotida qanaqadir yengilliklar, ularni ishini yengillashtirish, oqilona sharoitlar yaratish kabi ularga bo'lgan munosabat o'zgaradi degan umiddaman. Rahmat kattakon. Rahmat katta batafsil javobingiz uchun. Vaqtimiz afsuski cheklangan, shuning uchun men oxirgi sizga savolim, mana ko'pchilik hozir so'radi, qanday qilib biz boshqa nogironligi bo'lgan talabalarga motivatsiya berishimiz mumkin, shu chet elda o'qish va ularga sharoit yaratish. O'zi umuman barcha tinglovchilarimizga qanday tilaklaringiz bor o'sha talabalarga, boshqa hammaga? Shu haqida bo'lsangiz, keyin shu bilan yakunlaymiz podkastimiz bu. Rahmat katta. Rahmat kattakon. Niyatlarim hamma niyatlarimiz ijobat bo'lsin. O'z oldimizga qo'ygan maqsadga erishaylik. Albatta nima deydi? Motivatsiyaga to'lib, hech qachon to'xtamasdan oldinga qarab, davlatning ravnaqi yo'lida iqtisodiy, ma'naviy, huquqiy ravnaqi yo'lida mehnatimizni singdirib, ayniqsa el-yurt umidi stipendiantlari davlatni bergan e'tibori, davlatni ajratgan byudjetidan ajratilgan pul hisobiga bizlarni o'qitayotgani va albatta qaytib ketganimizdan keyin olgan bilimlarimizni, olgan tajribalarimizni O'zbekistonni iqtisodini rivojlantirish uchun, O'zbekistonni yanada ko'tarish uchun hatta hammasi xayrli bo'lsin, yaxshi bo'lsin, hamma niyatlarimiz ijobat bo'lsin. Niyatlarim shu. Rahmat kattakon. Saodat, sizga rahmat katta. Vaqtingizni ajratib shu biz bilan o'z tajribalaringiz bilan bo'lishganingiz bilan. Albatta siz elektron pochtangizni men kanalimda chop etaman va istagan tinglovchilarimiz aloqaga chiqib Saodat bilan yaqindan tanishib olishingiz mumkin. Sizga esa albatta o'sha dissertatsiyangiz, doktorlik dissertatsiyangiz himoyasida omad tilab qolamiz keyingi yilda va kirib kelayotgan yangi yil bilan hammani tabriklayman va aloqada bo'lishdi. Ya'ni agar
yana bitta iltimosim bor edi tinglovchilarimiz kimdandir suhbat qilmoqchi bo'lsangiz, ya'ni tavsiya qilmoqchi bo'lsangiz mehmonimizni keyingi podkastimizga albatta menga shaxsiy yoki Telegram kanalimizda yozinglar izohlarda va ularni taklif qilib keyingi inklyuziv suhbatimizni qilamiz keyingi safar.